Biznesingizni ommaga tanitadigan reklamangiz sizga qimmatga tushishi mumkin. 2022-yil 7-iyuldagi URQ 276-sonli reklama to'g'risidagi qaroriga asosan reklama joylashtirish madaniyatiga va qoidalariga amal qilishingiz keltirib o'tilgan. Bunga ko'ra, har qanday yakka tartibli tadbirkor, jismoniy shaxs hamda yuridik shaxslar o'z brendini ommaga tanitish uchun reklama bannerlaridan foydalanishadi. Lekin ushbu tashqi reklama bannerlarini pasportini olish kerakligi haqida o'ylab ham o'tirishmaydi. Keling, ushbu reklama pasportini qanday qilib to'g'ri olish kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu pasportni olish uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining my.gov.uz saytiga tashrif buyurib, xususiy mulk uchun reklama pasportini shakllantirish tanlanadi hamda saytda keltirib o'tilgan ma'lumotlar ketma-ketlikda to'ldirilib, ushbu ariza shakllantiriladi. Arizani jo'natish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 0.9 baravarida to'lovni amalga oshirib, arizani jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Arizangiz mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilib, ushbu tashqi reklamangiz uchun reklama pasporti shakllantiriladi. Eslatib o'tamiz, hujjatsiz reklama qilganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Videoni tadbirkor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.